videoda tuxum challenge bo'ladi. Hozir men sizga qoidalarni tushuntirib o'taman. Biz tuxumlarni mana shunaqa tepalikdan pastga qarab tashlaymiz va agar tuxumlar sinsa, demak o'shandan bal yo'qotadi. Bu challengeimiz 3 ta raund bo'ladi va har bir raund boshida biz sirli qutidan tuxumlarimizni himoya qilish uchun narsalarni tanlaymiz. Va bu videoda Muhammadjon aka va Sardor qatnashadi. Agar sizlar qoidalarni haligacha tushunmagan bo'lsanglar, unda birinchi raund ko'ringlar va albatta sizlar ham bu challenge-ga qiziqib qolasizlar. Bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi raund. Birinchi bo'lib Sardor olish boshlaydi. Ol. O bo'ldingmi? Ochma. Ana endi men tanlayman. No, men shuni tanladim. Ana endi Muhammadjon kelganlar. Xo'p, tanlang. Bo'ldimi? Oching. Nima tushdi? Bochka. Bochka? Ha. Ana endi Sardorga. Paket. Demak, sen o'zingni tuxumingni paket bilan himoyalashing kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi meni galim. Va menga Naski, bilet nimaga naski nima qanaqasiga? Ana endi narsalarimizni tanlab olamiz. Qarish, men birinchi bo'lib boshlab beraman. Menga bochka tushdi. Bochkaning ichiga suv to'ldirib buni qo'yaman. No, menimcha o'xshamaydi, chunki birinchidan bochka bu oddiy plasmas bochka, pastga tushib bochka sinib ketishi va tuxum ham sinib ketishi mumkin. Menga paket tushgan ekan, paket bilan men tuxumni himoya qilaman. Katta narsa qoldimi? Mana shu o'zidan ham menimcha tuxum sinmaydi, mayli. Paketni oxiriga kamishlar. Ana endi meniki ham tayyor bo'ldi. Billar, bu atimimi bo'ldi lekin. Va tashib ko'ramiz. Bu mayli. Ana endi meniki galim. Menga naski tushganda, mana shu tuxumni mana shu naski o'rnida himoyalayman. Naskidan dovaloqcha qilib futbolga kelib bilsa kerak yoshligida. Wow, mana. Hop, o'zi tayyor bo'ldi. Va ana endi bularni bitta-bittalab tepadan tashlashni boshlaymiz. Birinchi raundni Muhammadjonga boshlab beradilar va hozir tepadan o'zlarining narsalarni tashlaydi. Men hozir tashlayapman. Menimcha 100% sinadi. Hop, endi tashlaymiz. 1, 2, 3. Men sinibdi bo'lgandim, lekin sinib ketdi. Sinibdimi? Voy, men sinmabdi deb o'yladim. O'rtoqlar, men shuni kutmagandim. Bino Muhammadjon aka birinchi raundda bal ololmaydilar. Va ana endi Sardor gali. Xo'sh, ana endi meni galim. Buni tashab ko'ramiz, sinmasligiga ishonaman. Lekin mencha sinadi. Ketdi. Sinmadi. Nu davay, och. Lekin buncha tepalikdan sinish kerak. Voy, bu paketlar buncha ko'pligida. Voy, sinmabdi. Demak, Sardor birinchi raund o'zida bir bol oldi. Ana endi meni monsterimi keldi. Askidan monster. Ana endi tashlayman. 1, 2, 3. Xudo. Oy, chiqdi paqtiga. Xo'p. Ay, bilan. Bilet sinibdi bu. Yumshoq qoldi. Men ham bal olmadim, demak bu raund faqatgina Sardor ochko oldi. Ana endi navbat ikkinchi raundga. Qog'oz olishni Sardor boshlab beradi. Davay, ol. Va men ham qog'oz oladim. Va endi ham Muhammadjon kelganlar. Xo'sh, tanlang. Davay. Hoppa, bo'ldi. Qarochinchi nima tushdi? Bint. Demak, siz bintlar yordamida tuxumingizni himoyalashingiz kerak bo'ladi. Ana endi Sardor navbat. Nima? Skot. Va endi meni galim. Bu menga tushdi. Demak, men hozir bu menga yordamida tuxumlarimizni ashta qilishim kerak. Ana endi biz narsalarimizni tanlab olamiz. Birinchi men o'zim boshlab beraman. Menga 3 ta bint va bitta tuxum kerak. Endi hozir tuxumni bintlarga o'rab chiqaman. Meniki tayyor bo'ldi. Bu ikkita oyog'i bor, tepa endi mana shu yoqqa tushishi kerak. Agar bunaqasi tushib qolsa, bilmadim endi. Xo'p, endi meni galim, endi mana shu skoch bilan tuxumni himoyalashim kerak. Hozir bu tuxumga skochni o'rab kattaroq sharik qilamiz va menimcha shunda tuxum sinmaydi. Kategoriyasida tuxum bilan himoya qilgani va aytgancha o'rtoqlar, sizlar albatta like bosib qo'yinglar, chunki o'rtoqlar, agar sizlar esingizda bo'lsa, biz 550 ming obunachidan keyin Q-Pass eksperimentini 100 litrli bochkada o'tkazmoqchimiz va agar sizlar shunaqa mo'shimlikda tursa, hozir obuna bo'linglar. Chunki biz bu videoni 550 ming obunachiga ega bo'lganimizdan keyin chiqaramiz. Ben buni qarang, tuxumdan bir 4 barobar katta bo'lib ketdi va hali bu skoch hali yarmiga o'tganimiz yo'q. Barto xudshbat men amerikanskiy tipda video ko'rgandim va unda 100 skochchi mana sharga o'rab, mana bunaqa ko'p, ya'ni katta shar yasashgandi. Va agarda mana shu videodagida 50 mingdan ko'p like yig'ilsa, biz ham shunaqa sharni, prям 100 skochdan mana shu shar yasaymiz. Bu uchun pashti bir kun ketadi-yu. Nimayli, shu uchun hozir pastgacha like bosing. Biz davom etamiz. Qaranglar o'rtoqlar, bu itak katta bo'lib ketdi va hali biz dash yarmi ham kelganimiz yo'q, bir yarim soatdan beri o'rab. Shu uchun prosta qo'yamiz va ustidan 2-3 skoch qilib bunga qotirib qo'ysak bo'ldi. Baribir past og'riq va mana tushadi va tuxumga cholib bo'lmaydi. No, menimcha. Xo'p, endi meni galam va menga bo'lmagan tushdi va men bo'lmagan orasiga prosta tuxumni shuna solib qo'yaman va o'ylashim bo'yicha umuman sinmaydi va mo'shning. Va bundan zo'r usuli dunyoda yo'q. Ana endi biz narsalarimizni tepadan tashlab ko'ramiz. Hop, ketdi, men tashlayman. No, menimcha sinadi. Chunki tezroq singan. No, boshqacharoq usulda qilsa, baribir sinadi. Sinmaydi. No, meni ketdi. Tashin. Ketdi. Lekin yo'q tushdi. Lekin ovozni eshitdim. Voy, sinmadanchi.
O'rtoqlar mana hech singani yo'q. Va ikkinchi raundda Muhammadjonga bir bor oldilar. Ana endi mani galim fizически o'ylab qaraganda mamdo tashasa bunaqasiga uchadi, bunaqasiga tashasa bunaqasiga uchadi. Qaysi fizika qonuni bu? Qani, ket. Sakrab ketdi. Nomani hozir qaraymiz. Qani sindimi, sinmadimi? Menimcha sindi, chunki prям topa-top bo'lib chiqib ketdi. Xo'sh, hozir buni shashgan karton o'tamiz. Chunki hozir buni prям ochishga fizически ko'p vaqt ketadi. Korоче, o'rtoqlar hozir kuydirdigan va boshqa narsa qildigan nima bir ocha olmadik. Nima Sardor shunaqa qattiq qilib bizdan ochamaydi darajada qilgani uchun Sardorga yarim bar beramiz. Chunki bizlar real sinmagan tuxumni ko'rmadik, sinmagandan ko'rmadik. Shuning uchun ham Sardorga yarim bar beramiz va baribir Sardor shunda ham bir yarim ball oldindir. Va ana endi mani galim. Xo'sh, ana endi mani galim va men o'zganimda mana bu bo'lmaganlik o'rilgan tuxumimni tepadan tashlayman. Xo'sh, 1 2 3 ketdi. No, 100% sinmadi. Bilen bundan olsar sinmagan va sinmaydi o'ylagan. Mana sinibdi o'rtoqlar. Korоче, menda hali ham 0 ball. No mayli, ana endi xalqinchi raund, ya'ni 3-raundga. 3-raunddan Sardor boshib beradi. Ol. Men ham oldim. Ey xudo, yaxshiroq uchsa, ana endi Muhammadjonga kelganlar. Xo'sh aka, davay, tanlang. Davay. Siz o'sanikini? Qanday deb topgan? Qani oching, nima tushibdi? Nima? Kartoshka. Hozir Muhammadjonga o'zlariga bergan tuxumni kartoshka yordamida himoya qilishlari kerak bo'ladi. No, prям kugli ishtiladi. No, Muhammadjonga shu variant tushdi. Xo'p, ana endi Sardor navbati. Короче, menga paxta tushdi. Ana endi meni galim va menga karton tushdi. Agarda karton yordamida men o'z tuxumimni tepadan tushgan paytda stinishni oldini olsam, prям qiyinsiz bo'lib ketdi. Korоче, shunaqa qilsam, men bir ball olib sarpal tepaga chiqa olaman. No, mayli, ana endi narsalarimizni yasab olamiz. Xo'p, men qanaqa qilib hozir kartoshka bilan tuxumni saqlab qolish mumkinligini bilmadim. No, bitta varianti bor. Uni agarda dagadat qilsangiz, dagadat qilaman hozir. Saqlab qola olasiz. Xo'p, hozir kartoshkani teshib, ichiga tuxumni tiqdim. Endi skoch bilan to'g'ri olish kerak. Tayyor bo'ldi. Va endi navbat Sardorga. Ana endi mani galim menga paxta bilan shu tuxumni himoyalashim kerak. Hammasini ochib olamiz. Xo'p, mana shu qisqani o'rtasiga tuxum qo'yib oldim va meniki ham tayyor. Xo'sh o'rtoqlar, ana endi meni galim va menga karton tushganda va mana bunaqa kartonlar o'ylashim o'sha bulardan men tuxumlarimni bemalol himoya qila olaman. Ana endi sal ishonarli narsaga aylandi. Ya'ni buncha tuxum bo'ladi va kartonlar tuxumni himoyalaydi. Va hozir buni skoch bilan o'rab chiqamiz. Kartonli sharchamni ichiga tuxumni tiqib oldim. Ana endi navbat bularni tepadan tashlab ko'rishga. Birinchi bo'lib Sardor boshlaydi. Sinmadi. No, menga sindi, tushib qarachi. Qani, sinmadi. Demak, Sardorda o'sha yarim ball bo'ldi. Xo'sh, mana endi meni galim va mana qarab qolgan monsterim meni qutqarsin iltimos. 1 2 3. No, menga sinmadi va hozir buni tushib qaraymiz. Mana qarang. No, qarang o'rtoqlar, meni tuxum sinibdi va men вообще-то bo'chirishda bitta ham ball ola olmadim. Va endi Muhammadjonga navbatlar. Endi tashlaymiz. No, menga bu kartoshkali monster chidamaydi. Ketdi. Davay. Va Sinmabdimi? ham shuncha? Bular qanaqasiga sinmadi? Sinmagan tuxum. O'rtoqlar, mana real tuxum sinmagan. Demak, kartoshka rostdan tuxumni qutqarar ekan. 3 raunddan keyingi ballar men yutqizganim aytdi. Endi nakazaniyni ham men bajaraman. Qo'limda limon va hozir men buni tushmayman. Aytgancha o'rtoqlar, men juda ham qiziqarli video turdi va bu video ham sizlarga yoqishiga men ishonaman. Hozir o'tib ko'rishingiz mumkin, chunki video yakuniga yetdi. Bilet burnimga ham beraverdi.